Do'stlar, hammaga salom. Bugun qisqacha video qilmoqchiman. Tilla haqida. Nega tilla dahshatli tarzda narxi tushib ketyapti? Kichkinagina mini obzor tilla haqida grafika bo'yicha. Grafika bo'yicha mana hozir tillani grafikasi time frame 1 kunlik dnevka deydi. Nega tilla 20% ga tushib ketdi? Mana agar high down oladigan bo'lsak, tushgan hozirgi paytigacha qarang, 20% tilla. Kamdan kam bo'ladigan holat. Tilla kamdan kam holatda 20% ga tushib ketadi. Dunyoda tahlikali vaziyatlar boshlandimi? Koronavirus deydimi? Urush deydimi? Aksiyalar, hamma riskoviy narsalar, obligatsiyalar, kriptovalyutalar tushib ketadi, tilla ko'tarilib ketaveradi. Lekin bu safar aksini ko'ramiz. Nimaga unday bo'ldi? Nimaga unaqa bo'lyapti? Men bu narsani havodan olmasdan ancha ozgina o'zim uchun izuchat qildim. Dunyodagi holatni, hamma novostlarni o'qib, izuchat qilib, shuni yetib o'tmoqchiman. Nimadan unaqa bo'pti? Tillani tushib ketishini sababi birinchi o'chirtda. Agar esingizda bo'lsa, где-то, esingizda bor, hali urush boshlanmasdan, Eronda urush boshlanmasdan oldin Amerika Venesuelani qo'lga oladi. Bilasizlar, bilmaganlar bilib olinglar. Venesuela dunyoda neft zapaslari bo'yicha почти birinchi o'rinda turadi. Amerika uni qo'lga kiritgandan keyin hamma nima fikrga keldi? Endi bemalol neftni Amerika sotadi va neft narxi tushib ketadi. Va katta hedge fondlar, katta fondlar, kompaniyalar neftni short pozitsiyaga qo'yadi. Ya'ni neftni treyderlar biladi, short pozitsiya bu, ya'ni neftni tushib ketishiga qo'yiladigan narsa. Shundan keyin katta kompaniyalar bilasiz, katta summa tiqib short pozitsiyani ochishadi. Amerika Qo'shma Shtatlar kutilmaganda Eron bilan urush boshlaydi va Ormuzskiy proliv yopiladi. Bilasizlar, Ormuzskiy prolivdan 20% dunyoni qazib oladigan neft o'tadi. Kutilmaganda Amerikani bu shagidan keyin neft ko'tarilib ketadi. Urush boshlangandan keyin. Katta kompaniyalar nima qilish kerak? Endi o'zini short pozitsiyasini, ya'ni saqlab qolish uchun. Albatta, o'zini portfelida nima bor? Bundoq qaraydi, aksiyalar narxi tushib ketgan. Zarariga sota olmaymiz. Obligatsiyalar tushgan. Boshqa riskoviy kriptovalyutalar tushgan. Altcoinlar umuman 90% ga tushib ketganini hali gapirmayapman. Faqat qaraydi, tilla 5500 gacha ko'tarilgan. Buni sotib, o'zini pozitsiyasini qutqarishga bittagina yo'l shu va tillani sotadi. Katta e'tibor beringlar, katta kompaniyalar juda katta miqdorda tillani sotgan hisobiga bu narx tushdi. Tillani sotib, o'zini pozitsiyasini qutqarishga sabab bo'ldi. Shundan qissa nima demoqchiman? Agar urush davom etadigan bo'lsa va neftni narxi ko'tarilib boradigan bo'lsa, tilla narxi tushaveradi, chunki tillada sotish ko'payadi. Hozir mana qarang. Tilla mana bu zonani 4000 degan zona bu. Tillani 4000 narxiga tushishi mumkinmi? Tilla hech qachon unaqa, bu degani agar 4000 ga hozir o'lchab ko'ramiz, o'zini maksimalni narxidan shu hozir men kutayotgan pozitsiyaga 30% ga tushib ketishi mumkin. Kamdan kam ikkinchi jahon urushida adashmasam 30%, 40% ga tushgan tilla oxirgi marta. Agar adashmayotgan bo'lsam, koronavirus esimda yo'q, necha foizga tushdi. Agar urush davom etib tilla narxi tushib boradi degan xulosaga keldim. Ya'ni mana bu yerdagi poddeshkalarni buzib o'tsa, ikkinchi mana bu yerda ham poddeshka bor, 4200, 4300 da poddeshkani buzib o'tsa, tilla 4000 ga keladi degan xulosaga keldim. Iloyim unaqa bo'lmasin. Ko'plarning portfelida bilaman tilla bor, как защитный aktiv. Endi investorlarga keladigan bo'lsak, panika qilish kerak emas. Bitta gruppada o'qib qoldim, panikada ko'plar. Endi boshlovchi investorlar. Sen investormisan? Bitcoin olib qo'y deyman, misol qilib aytadigan bo'lsak. Bugun 70 ming bitcoin, ertaga 80 ming bo'lishi mumkin, ertadan keyin 50 mingga tushib ketishi mumkin. Sen investor bo'lsan, 5 yilga esingdan chiqar. U grafikani mana unaqa tepadan pastga ketishini stressovat qiladigan bo'lsang, sendan investor chiqmaydi. Bu investorlarga gap. Treyderlar esa o'zi qanday savdo qilishni biladi. Главный risk menejmentni unutmasak bo'ldi. Tak что shunaqa. Eng qizig'i mana hozir sizlarga S&P 500 ga o'taylik endi. Mana S&P 500 ko'plar biladi, S&P 500 indeks S&P 500 bu Amerikani 500 ta eng zo'r kompaniyasi. Ya'ni почти Amerikani oynasi, ekonomikasini ko'rsatib turadigan oynasi
Bizaga Amerikan ekonomikasi desa ham bo'ladi. U ham narxi tushyapti. Tillani ham narxi tushyapti-da. Endi eng qizig'ini ko'rsataymi sizlarga mana. Endi Bitcoinning grafikaga o'tdim. Bitcoin o'zini zo'r his qilyapti. To'g'ri, Bitcoin tushib ketgan o'zini maksimal haylaridan. Lekin qarang, 70 ming Bitcoinni hech kim sotayotgani yo'q. Eng riskovli aktiv deymiz, Bitcoinni hech kim sotmayapti. Katta kompaniyalar tillasini sotyapti, lekin Bitcoinni sotmayapti. Bitcoinga ishonishyapti. Bitcoin bozorda ikkita o'zi jinni bor deydi-yu. Bittasi sotuvchi, bittasi oluvchi. Sotuvchi agar bo'lmasa, narx tushmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Kim Bitcoinga, kim boshqa tillaga, kim nimaga investitsiya qilgan bo'lsa, har xil narxlarning kollibaniyasiga e'tibor bermaymiz. Xudo xayringni bergur. Investitsiya qildingmi 10 yilga esingdan chiqar narxni o'ynashini. 10 yildan keyin mevasini yeysan. Bugun 2000 so'mga olgan narsang 10 yildan keyin 10 ming bo'ladi. Uni Warren Buffett ham isbotlab bergan. 50 yillik karyerasi davomida. Uni hadeb tushgan paytda sotib, ko'tarilgan paytda olib, novichoklar ko'pincha shunday qiladi. Ko'tarilganda olib, tushganda chidolmaydi, sotib oladi. Unda butun umr minusda o'tirasan yoki sen investor emassan. Bo'ldi. Shuning uchun Bitcoin o'zini zo'r ko'rsatyapti deb o'ylaymiz. Hamma uni ko'mvatgan paytda endi Bitcoin o'ldi, Bitcoin tirik emas, bo'ldi, shuncha ko'tarildi, endi tushib ketadi degan narsalarga ishonib o'tirmanglar. Bitcoin juda bir zo'r holatda. Даже uni ukasi Ethereum ham zo'r pozitsiyada. Shuning uchun ham endi agar S&P 500 ni ko'radigan bo'lsa, qulagan, tillani ko'radigan bo'lsa, qulagan. Bu ham vaqtinchalik holat deb o'ylayman. Altcoinlar вообще, kripto altcoinlar umuman 90% ga ukatываться qilib ketgan. Agar siz 100 so'mga olgan bo'lsangiz, уже 10 so'm plyus qolgan degani altcoinda. Shuning uchun ham bozordan juda ehtiyotkorlik bo'lish kerak. Hammaga omad.